Rayон içindeki marşrutlar 25 Mart'ta to'xtalgan edi. Bugungi kunda isполком распоряженияsi negizinde biz marşrutlarni Kirek qavatdan başlayız. Rayón içindeki marşrutlarni 8 marşrutimiz Kirek o'z vaqti bilan ishlay boshlaydi. Bugungi kunda barliq sanitariya direktlarini to'g'ri keltirib, avtobuslarni ishga etdik. Hem endi passajirlardan da şuluk saqlanma choralarini talab etdik. Hurmatli rayondoshlar, bizning avtobuslar bilan kullansangiz keyfiyat bo'ladi. Bugün marşrut benimni Şurakay marşrutu, Şurakay'dan Yana Baysar, Akkuz marşrutu bilan keldim. Baysardan biri oldu. Şurakay'dan Güşev 6 kişi bilan keldim. Saqlanma choralarini o'taylarmi? Saqlanma choralarini o'taylar, boshida maskalari var. Kiyganlar barsa da. Ishani minjirgasi vaytlar sog' salomat bo'lib, shu ishmoqimizni nechikda olg'ab borg'aysiz. Buna pasarlar yürüy başlasın hazır atıp bakayında buna günden gün artsın iyi. Şiirler bitsin iyi. Var bu da isen soğukuna yürüyesin.